Travers mashinasiga propan qo'ysa, benzin rasxodi ko'p bo'lar ekan degan ba'zi bir muammolar bor. Yaxshi tushmaydi. Biz Travers mashinasiga mana xudo xolasa bilmayman 5-chi, 6-chi qo'yishimiz. Hech qanaqa muammo bo'lgan shu paytgacha. Akam ataylab Qirg'izistondan kelishgan. Bizni Instagramda, YouTube'da kuzatib, xudo xolasa mana ishlarni chiroyli qilib berdi. Aka, o'zingiz fikringizni aytingchi. Mashinani minib ko'rdingiz mana. Mashina zo'r. Benzin holatdan ham yaxshi tortyapti gazda. 100 kilometrdan keldim. Shuncha yo'l bosib arziydi. Ha, arzir ekan. Mashinamizga yana bitta zo'r funksiya qo'shib qo'yganmiz. 2000 оборотdan o'tishi bilan mashina 4, 5, 3 mana shunaqa bo'lib benzin rasxodini pasayadigan qilib qo'yganmiz. 2000 оборотgacha bo'lgan оборотda benzin rasxodi o'sha aytganimdek maksimum 12 оборотgacha nimagacha foizgacha qo'shib turadi benzinini. Qo'yilgan zapchastlar bilan qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Polshada ishlab chiqarilgan Yevropa gaz Injecto 90 Duo modeli 6 silindrlar uchun chiqarilgan. Barakuda injektorlar qo'yilgan. 350 litr ot kuchli reduktor qo'yilgan. Fagometchilar hammasi qilib chiqarmasligi uchun. Mashinamizning parametriga keladigan bo'lsak, 3.6 объем, 6 ta silindr. Qisqacha ma'lumot berib qo'yay. Tak, 100 ga 15 ta 16 ta benzin rasxod qilar ekan. Gazni ham taxminan shunaqa olamiz. 15 ta 16 ta gaz rasxod olamiz. Shuni 12% maksimum 12%, minimum 4% gacha benzin rasxodni hisobga olish kerak. Bu degani, misol uchun 15 ta benzin yesa, 1.5 litr gaz benzin yegan bo'ladi, gazda yurgan paytda. 20 ta benzin yesa 2 litr benzin yeydi o'sha 100 kilometr gazda. Mana shuni foizda hisoblanadi. Buni ko'rsatib o'taman. 60 litrli balon ideal joylashgan. Polkalar chotga yopilyapti.